dehqonlarimiz uchun yangilikki bombasi. Qanaqa yangilik? Rossiya davlatida ishlab chiqarilgan Bino kompaniyasining Xitoy, Turkiya, Jazoir, Belorussiya, Mongoliya, Tojikiston, Misr, Moldova, Marokash va Eron davlatlaridan ro'yxatga o'tgan suyuq o'g'itlar va aminokislotalar jamlanmasi bo'yicha jamlangan suyuq o'g'itlarimiz yetib keldi. Bino o'g'itlarini birma-bir tanishtirib o'tib ketaman. Xo'p. MC kompleks tarkib jihatdan takrorlanmaydigan dozalari ham juda ajoyib. Azot, fosfor, kaliy, magniy, oltin gugurt, rux, mis, marganis, bor, molibden, temir, shu bilan birgalikda aminokislotalarning jamlanmasi. Xo'p, dori qo'llash jihatdan nihoyatda qulay. Shu bilan birgalikda o'simliklarda ta'siri juda ham ajoyib. Yaxshi ko'klatib, yaxshi yashnatadi. Shu bilan birgalikda BC Quant preparatimiz bu kompleksni o'simlik uchun foydali bo'ladigan kislotalarni jamlamasi, shu bilan birgalikda mikro elementlarni mikro elementlarni jamlamasi. Xo'p, kalsiy, magniy, oltin gugurt, rux, mis, marganis, temir, shu bilan birgalikda araxidonoviy kislota, shu bilan vitaminlar, foliy kislota, gumin kislota, aminokislota va alga peptidlar, yantarniy kislota, tritopen kislotalari bor. Xo'p, o'rtoqli, bu preparatimiz ham nihoyatda yaxshi, o'simliklarni chuqur stressga tushib ketganda ham stressdan yaxshi chiqarib beradi. Shu bilan birgalikda o'simliklar o'sishini, rivojlanishini yaxshi qo'llab-quvvatlaganligi uchun ham bu boshqa preparatlarga qaraganda ajralib turadi. Shu bilan birgalikda MC Green, MC Greenni bu ham tarkibi kompleks mikroelementlardan tashkil topgan. Bir tanishtirib o'tib ketaman. Azot, fosfor, kaliy, magniy, oltin gugurt, rux, mis, marganis, bor, kobalt, molibden, temir jamlanmasi bo'lib hisoblanadi. Bu ham shu o'simliklarning bargidan va shu bilan birgalikda ildizdan oziqlantirish uchun juda qulay o'rtoqlar. Va yana shu bilan birgalikda LC kompleks preparatimiz bilan tanishtirib o'tib ketaman. Bu ham tarkib jihatdan juda ajoyib. Azot, fosfor, kaliy, magniy, oltin gugurt, shu bilan birgalikda rux, mis, marganis, bor, kobalt, molibden, temir, aminokislotalar va alga peptidlarni jamlamasi. Bu ham tarkib jihatdan takrorlanmaydigan mineral o'g'itlar va shu bilan birgalikda aminokislotalarning jamlamasi. Bular suyuq holatda, suyuq ko'rinishda o'rtoqlar. Bularni ham bargdan, ham ildizdan berish juda ham qulay. O'simliklar uchun juda ham foydali. Natijasi shu kunlarda sinab ko'rganimizda yomon natijalarni bermadi o'rtoqlar. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar.